Assalomu alaykum rahmatullohi va barakatuh. Assalomu alaykum yaxshilar, sog'liksizlar. Bugun yakshanba 31-may 2026-yil. Dam olishimizni 5-kuni. Alloh nasib qilsa sog' omon bo'lsak, ertaga ishga chiqamiz. Rosa dam oldik. Haqiqiy mazza qilib dam oldik 5 kundan beri. Qurbonlikdan keyin bu nevarlarni aylantirib keldim, ish qilib mazza qilib dam oldik. Endi hozir o'zimcha ozgina xomtok qilmoqchiman hozir. Bu yil biz har doim xomtokchilarni chaqirib qildirardik. Bu yil internetdan ko'rdimda. 65 yoshimda o'zim xomtok qilishni boshladim desam. Xudoga shukr qilib quvvatdi. Ozgina gullarimga suv ochib qo'ydim. Bugun hozir xomtok qilmoqchi edim, o'yladim. Ovqat qilsaychi, nimadir ovqat qilsay. Hozir qaynatma mastava qilmoqchiman. Oddiygina mastava endi. Qaranglar, oddiy bodringlarimiz ham chiroyli sop qopti. Pomidorlarga nimagadir kasal tushdi. Mayli, shunga ham shukr. Alloh jonimizga emas, molimizga berganiga shunaqa jazolarni o'ziga shukrlar bo'lsin. Hozircha uzumlarimiz yaxshi, kasal tushmay turibdi. Bu yog'iga ham yaxshi bo'lsin deb umid qilamiz. Allohdan so'raymiz yaxshi bo'lishini. Hozir endi ovqat sovolaman, xudo xolasa. Qozonchamizga oddiygina suv sovoldik. Mana bu yerda qurbonlik go'shtlardan olib yuvib tozaladim. Albatta yuvib tozalab solib qo'yamiz. Hozir biroz qaynagandan keyin bu suv suzib olaman. Boshqatdan keyin yana suv solamiz. Qaynashga qoldiramiz endi. Qaynashga qo'yib qo'ydik. Endi mana bu olcha kompotlaringni baklashga solib xaldaniga qo'yib qo'y keyin. Endi shu bismillah deb xomtok boshlayman hozir. Hozir mana birinchi nimasini ko'rsatay. Bu 4-xomtogim. 3 marta qildim o'zim. Menimcha o'xshavotdi. Uzumchalar ko'rmasin endi buni desam. Xudo xolasa hozir boshlayman, ketidan qolganini ko'rsataman. 5-20 daqiqa qaynadi. Endi men suzg'ich ustiga doka qo'yib oldim. Yangi dokani qo'llab suzib olaman buni. Go'shtlarni ko'tarib oldim. Hozir suzib olib, qozonni ham yuvib solaman, go'shtni ham yuvib boshqatdan solaman hozir. Mana suzib oldik, ichidan qancha nimalar chiqdi. Hozir qozonimizni yaxshilab yuvamiz. Qozonimizga sho'rvamizni qaytarib solamiz. Go'shtlarni ham yuvib sovoldik. Buni ustiga endi qo'shimcha qaynagan suv qo'yamiz. Qancha qaynagan suv deganlarga o'zingizlar xohishinglar. Masallig'iga qarab solaverasizlar go'shtinglarga. Hozir bitta qaynasin, keyin qolgan masalliqlarni solamiz. Ovqatimiz chiroyli qaynayapti. Men bu yoqda masalliqlarni tayyorlab oldim. Piyoz, pomidor, kartoshka, sabzi. Sabzi hammani uyida gidaqa, bizda ham kamchiliklar bo'lib turadi. Qizil sabzi yo'q ekan, men sariq sovordim. Bitta choy qoshiq tuz oldim. Ozgina kashnichurok, ozgina zira. Bularni hammasini hozir bu yoqqa solamiz. Shu bilan taxminan 40 daqiqa qaynatamiz buni yaxshilab. Mana endi bemalol qaynab turaversin. Hali qaynab go'shtlar pishishiga yaqin keyin guruch solamiz. Qanaqa guruch deganda men devzira guruch solaman. Sababi men sahrimga devzira mumkin kamroq yeyish mumkin, juda emas-ku. Boshqa guruchni yeyman-da, qo'rqaman. Oshib ketsa o'zim qiynalaman. O'shaning uchun sahra oshirmaslikka iloji boricha harakat qilaman. Xudo xolasa Alloh o'zi qo'llasin hamisha hammamizni. Bemalol 40-45 daqiqa qaynatamiz, chunki qo'y go'shtlari yaxshi pishib olsin. Orada ozgina dumba yog' sovuraman, mayda to'g'rab, mazasi chiqadi, ham mazali bo'ladi. Endi xomtogimizni davom ettiramiz biz. Mana 15 daqiqa qaynadi. Bir 20-30 gram dumba yog'ini to'g'rab sovordim. Bo'ldi. Endi yana 40 daqiqa indamay qaynatamiz, chunki qo'y go'shtlari yaxshi pishib olguncha bemalol qaynab turaversin. Endi 100 gramcha devzira guruch oldim. Hozir yuvib tozalab sovoraman. Rosa qaynadi ovqatimiz. Shunaqa ham zo'r bo'ldi mazasi. Hozir men ichib ko'rdim ozgina. Bo'ladi. Tanagliklari ham yaxshi. Guruch pishib olsa bo'ldi endi.
Shomga yaqinlashib qoldi. Ancha xomto qildim. Yevlaganimcha bachkini oldim. Ortiqcha baglarni tozaladim. Hozir bu yoqda ozginasi qoldi. Ulgursam qilib qo'yaman, bo'lmasa ertaga. Orada ovqatimiz ham pishib qoldi, xudo xolasa. Alhamdulillah. Ovqatimiz juda ham chiroyli bo'lib pishdi. Qurbonlik go'shtlaridan. Rassa ham zo'r bo'ldi, rassa ham kech bo'ldi o'zi ham. Hozir shom bo'lib qoldi, hozir shom o'qib olamiz. Lekin bir hoplam issig'ida ichib ko'raylik-chi. Bismillahirrohmanirrohim. Ya Alloh, o'zingga behisob shukrlar bo'lsin. Alhamdulillah. Zo'r, rassa ham mazali bo'libdi, rassa ham shirin bo'libdi. Qani, bismillahirrohmanirrohim. Kech bo'lib qoldi-da o'zi. Вообще zo'r. Mazali, rassa ham mazali chiqdi. Va nihoyat xomtokni tugatdim. Soat ham 15 kam 9 bo'ldi. Qolsa qolib ketadi-da. Qilmay qo'ya qolay desam, ertaga ishdan charchab kelgandan keyin buni xomtok qilishga toqatim ham kelmaydi, hafsalam ham bo'lmaydi. Hech narsa yoqmaydi u paytda. Salmamda chala joylar bor, mayli. Yana nasib qilsa tayyorlab olarmiz, xudo xolsa bir kun. Xudo xolsa bugungi kunimiz ham yaxshi o'tdi. Alloh nasib qilsa ertaga dushanba 5 kun dam olmay ishlaymiz, xudo xolasa. O'zi kuch-quvvat bersin, o'zi hamisha qo'llasin. Halol rizqimizni ko'p qatorda barakasini bersin. Hammani Allohim o'zi panohida asrasin. O'tganlarimizni o'zi gunohlarni mag'firat aylab, jannatlarga o'zi dohil qilib qo'ysin. Faqat umidimiz Allohdan. O'zidan o'zgaga hech qachon muhtoj qilmay, halol rizqimizni barakasini berib, ko'p ihson qilguvchi, saxiy boylardan qilib qo'ysin. Ko'p qurbonliklar qiladigan darajada boyliklarimizni yetkazib qo'ysin, toqatimizdan ortig'ini bermasin. Hammasini toqatimiz ko'taradiganini bersin. Buni ham albatta javoblari bor. Qiynalib yurmaylik. Qiynamasdan ikki dunyo saodatiga loyiq qilib qo'yishligini o'zidan so'raymiz hamisha. Sog'-omon bo'linglar, yaxshiliklar diydorlashaveraylik. Omon bo'linglar. Endi baglarni keyin nevaralarim tozalab oladi bularni.